Türkiye Vatan Partiyasining taklif qilishi bilan echilgan oxirgi qitimliq ishlab chiqarishda ilgirlash uchun Xitoy-Turkiya hamkorligi temaliq yig'inga Xitoy diplomatlar va nurg'unlagan turk savdogarlar qatnashdi. Mudiriyat kengashining raisi Adham BMJ yig'inida Sanjakning "Men hurmatli partiya raisi Doğu Pirinchning qadinas do'sti" va yangi bir eglik tiklovchi degan so'zlari diqqatni tortdi. Yo'ltuz guruhi madaniyat kengashining boshlig'i Murat Ulkar bo'lsa, hammamiz Xitoy tarafda bu nihoyatda muhim bir tashabbus, mutlaq holda havo, quruqlik, dengiz yo'llarining ochilishi va Ipak yo'ldan foydalanishimiz lozim dedi. Lopshtat G'arbiy Trakiya Türk jamiyati a'zolari Sharq Turkiston uchur markazini ziyorat qildi. Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Xitoy zulmi ostidagi Uyg'urlarning eng yangi vaziyati haqida ma'lumot berdi va G'arbiy Trakiya Türk jamiyati a'zolariga ziyorati uchun rahmat aytaman. Barliq ommaviy tashkilotlarni Sharq Turkiston masalasi haqida hamkorlik o'rnatishga chaqiraman dedi. Amerika Mudofaa ministrligi yeziqchi bayonot e'lon qilib, Turkiyaning S-400 mudofaa sistemasi xizmat guruhi qurish talabiga qarshi ekanligini bildirdi. 5 burchaklik binoning bayonotida Turkiya va Amerika askarlari har saviyada aloqani saqlayotdi. S-400 ga o'xshash mudofaa sistemalari F-35 ga o'xshash urush aeroplanlarini tushirish uchun ishlab chiqarildi. S-400 ning radar sistemasi F-35 ga xavf shakllantirdi. Buningdan burun bu vaqtda Amerika texnik guruhi Turkiyaga bordi. O'xshash shaklda Turkiya doiralari Amerikani ziyorat qildi. Amerikaga kelgan Turkiya doiralariga bu tahdidlar yetkazildi deyildi. Shimoliy Koreyada Amerika vakilini o'z ichiga olgan 5 kishiga o'lim jazosi berildi. Koreyada nashr qilingan Joseon Ilbo gazeti Shimoliy Koreyada Amerika vakili Kim Yuk-chul va 4 nafar tashqi ishlar ministrligi xodimiga o'lim jazosi ijro qilganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo xabarni tekshirganligini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu kishilar bu yil fevralda Amerika prezidenti Donald Trump bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Vyetnamda o'tkazgan uchrashishda natijaga erishilmaganligi sababli o'ldirilgan. Amerikaning Virginia shtati Virginia Beach shahrida hukumat binosi hujumiga uchrab 11 kishi hayotidan ayrildi. 6 kishi yaralandi. Virginia Beach saqchi idorasining boshlig'i James Kervera hujumga qatnashgan 6 kishining yaralanganligini, bir hujumchini o'z ichiga olgan 11 kishining o'lganligini bildirdi. Saqchi taraf xalqni voqea yuz bergan joydan yiroq turishga chaqirib quturish e'lon qildi. Saqchi doiralarining voqea haqidagi tekshirishlari davomlashmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump 2020-yili o'tkaziladigan prezident saylimi uchun ikkinchi qitim nomzod bo'ladiganligini va buni 16-iyun rasmiy e'lon qilganligini bildirdi. Trump 2020-yili yana prezidentlik saylimiga qatnashadiganligini Twitter hisobida e'lon qildi.